ishq dashtin hech g'urbatkash musofir ko'rmasin. Men g'arib ul dashtaro ko'rganni kofir ko'rmasin. Yormangiz Farhodun Majnun oldida ko'ksimni kim botinimning dardu dog'in ahli zohir ko'rmasin. Assalomu alaykum. Muloqot telekanalining adabiyot kechalari televizion ko'rsatuvi muxlislari. Suhbatimizni Hazrat Navoiy bilan Husayn Bayqarodning o'rtasidagi munosabatga bag'ishlamoqchimiz. Tushdi dil domaniga bir sharari sho'ri angiz. Buni eng oddiy sodda ma'nolarda sharhlasa ham bo'ladi. Ba'zan hofizlarimiz ijro etayotgan paytda majmuiy davoni dard qildi deb aytadi. Bunaqa emas. Hammalari sharhlagan, Erkin Vohidov ham sharhlagan ekanlar. Majnun uchun zanjir ishlayotgan edi deb ta'riflab berdi-da. Rasm rusumni kuzatadigan narsa emas, bu hidoyat manbai. Unga ta'ammul, tadabbur qilib, ma'nolarga e'tibor berib o'qilar aslida. To'g'ri ijro etilishiga sabab bo'lsa, ham odamlarga bir ma'naviy oziqa bag'ishlaydi. Televizor ekranlari orqali uylarga kirib boryapmiz. Bilmoq istagan ilmga shoshar, olimlari ilmda oshar, lek ikkisim jamlansa yurtimga ilmu ziyo sochar. Ilm irfon, ilm ziyo menga berdi bu ziyoni. Turk nazmining sultoni Alisher Navoiy bobom. Navoiyxonlik adabiyot kechalarini har juma oqshomida Muloqot telekanalida mualliflik dasturida kuzatib boring.